Assalomu alaykum. Mana nasibsa yangi partiyalarimiz yetib keldi. 30, 35 to'rtburchak, balyasina, regel hammasidan bor. Mana bir boshdan obzor qilib beramiz. Regelda qoliplari, tashqi burchak, ichki burchak hammasidan bor. Gultuvakni kattasi, kichkinasi, mana bu uchalasi lestnisani ustiga qo'yish uchun. Endi bir bezakda bu ham bir. Mana shunday qo'yiladi bu. Mana shu lestnisani ustiga. Qani bu qismdan bor. Endi to'rtburchakni mana 400ligi, bu 300ligi. Buni teskari qilib qo'ysa ham bo'lar ekan, shunday qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Ayrimlarga tepasi agar katta bo'lish kerak bo'lsa, tepani pastga qo'yib, pastda tepaga qo'yib aylantirsa bo'lar ekan. Mana bu 30lik variant to'rtburchakniki. 20lik qolib emas, 25 ta mana oddiy holati, qornida gul bor holati mana 25 ta. Bu 30 da gul bor holati, oddiy holati. Bu 35 tiki. Mana 35 ta oddiy holati, qornida guli bor holati mana. Nasibsa bular regel, balyasina hammasidan bor. Mana bular sokul bular. Yuqa qilib 3 sm beton qilib mana bu sokulga yopishtirsa bo'ladi buni. Bu yerda to'rtburchak 30, 35, 20 hamma qolibdi. Qolgan zapaslari. Mana lestnisamizni bitta figurasi bu oddiyroq skromniy varianti. Bu esa hozir hammada moda bo'lgan mana shuni qo'yish. Ikkinchi anosi buni nomini dengiz oti deykan. Qornidagi gullari bilan mana bu to'mbachalari bilan o'sha ko'rsatgan mana bu narsachalar. Mana shu ustiga mana lestnisani. Mana bu ham sokuldiki. Stakan bor, stakanni termabmiz hali. Mana lestnisani ikkinchi tomoni, bu tepaga chiqqan tomoni. Uydan tepaga qarab chiqishi mumkin yoki tepadan pastga qarab tushishi mumkin. Shu holati. Mana bu eshik derazalarning ustiga qo'yiladigan ganch guli. Kimga shunaqa qoliplar kerak bo'lsa, telefon qilsangiz qilib beraveramiz. Sifatli qoliplar bizdan nasib qilsa mavjud. Quyib berish xizmati bo'lsa, u ham bor. O'zbekiston bo'yicha kelishib qo'yaveramiz. Sababi bizdan qolib olganlar juda ko'p. O'shalar nomerini beramiz. O'shalar quyib beradi. Agar o'zimiz kelishsak, o'zimizda vaqtimiz bo'lsa, imkoniyatimiz bo'lsa, o'zimiz borib ham qilib beraveramiz.